Siz somsa qilishni bilasizmi? Salom, super ota va 9 oylik qizalog'im bugun sizga somsa tayyorlab beradi. Xo'sh, birinchi ishni xamir qilishdan boshlaymiz. 1 stakan suv, 2 qoshiq tuz solib aralashtirib va yarim kilo un solib o'rtacha qattiqlikda xamir qoramiz va 20-30 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Ungacha nachinkasini tayyorlab olamiz. Nachinkasiga go'sht kartoshka qolmabdi-ku. Endi nima qilamiz? Bolalar bilan hozir bozorga borguncha ham ancha vaqt o'tadi. Super ota hamma vaziyatdan chiqa oladi. Bizga Korzinka Go yordam beradi. Korzinka Go ilovasi keng tanlovga ega bo'lib, u yerdan faqat somsaga kerakli mahsulotni emas, uyga kerakli va qizalog'imga kerakli hamma narsalarni buyurtma qilib oldim. Xullas, buyurtmamiz xamirimiz tinguncha tezda yetib keldi. Endi somsaning nachinkasini ham tayyorlab olsak bo'ladi. Piyoz, kartoshka va go'shtni to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Qovoqni esa qirg'ichdan chiqazib olamiz. Xamirimiz tinib chiqqandan so'ng uni yoyib olamiz va 200 gram margarinni eritib, yaxshilab surib chiqamiz. Xamirimizni tortib o'rab chiqamiz va muzlatgichga 30 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Endi bo'lakchalarga bo'lib olamiz va har bir bo'lakchalarni yoyib chiqqanimizdan so'ng nachinkalarimizni solib, chiroyli qilib tugib chiqamiz va ustiga tuxum surib, kunjut sepib chiqamiz. 120 gradus pechga 1 soatga qo'yib yuboramiz. Qarabsizki, somsalarimiz ham tayyor. Baho berish esa sizdan. Yoqimli ishtaha. Korzinka Go super otalar tanlovi.